Boylari 1.15 plus aka. Xudo xolisa 1.15 plus. Boylar. Bor siz bo'lsa siz obunachilaringiz bo'lsin, bundan ham 500 ming. Mana unga 13 million pul berishadi, savdosini qilib olishadi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar. Aka-ukalar, biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur qishloq, arzonchilar, optimistlar yig'ilgan qishloq, Saroy qishlog'i Qatag'on mahallasida bir dehqon akamizdan 3 bosh sotiladigan chiroyli, mana bunday sifatli mollar bor ekan. Shuni video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Obunachilar, biz videoni ko'rishdan oldin bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib videoga, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar, bu safar biz mollarni chiqaryapmiz. Inshaalloh kimgadir manfaatli bo'lsa, dehqon akamizdan birinchi qo'l bo'lib ketaveradi nasib qilsa. Kimgadir qiziq bo'lsa, albatta mana bu videoni tanish bilishlarga podressiya qilishni unutmanglar. Obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Oq tumshuq, oq quloq, yelini ham oq mollardan mol qilib olaman. Bo'ybasti zo'r, gavdavosi yaxshi. Mana bunday shved mollar ishqibozlari uchun bo'ylari 1.15 plus aka. Xudo xolisa 1.15 plus. Bo'ylari 1.15 plus aka. Xudo xolisa 1.15. Bo'ylar Quyruq o'lchab olishaveradi. Xonadonlarga borganda bo'lmasa, vaqtlari bo'lsa, xudo xolisa kelishsa, molni ustida ko'rishsa, xudo xolisa molni tushungan, molni ishqibozlari bo'ladi ekan bo'lsa, xudo xolisa molimizni uyaltirmaydi. Gap yo'q. Mana bu uzoq yillar mol qilib bolasini olaman degan obunachilarimizga inshaalloh molning sifati ham yaxshi ekan. Hamma yo'g'i yaxshi, inshaalloh tavsiya qilamiz. Olib borib olgandan keyin boqasiz. Bir hafta 7 ishchisiga inshaalloh hammasiga sinov beramiz. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Oybekjon. Xushkelish xonadonimizga. Rahmat, xudoga shukr, yaxshi Alloh baraka bersin. Rahmat aka. Oybek kuzatuvchilari, YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, kanalimiz yangi ekan, qo'llab kanalimizga bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa mana bizga dehqonchilik, xudo xolisa narxlarni ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Birinchi qo'l, xudo xolisa mollarni bitta aybi bor, yeydi ichadi. Xudo xolisa kamchiligi yo'q. Xudo xolisa biz mollarni bir xayrli, yaxshi ish boshlaganmiz. Shuning uchun sotyapmiz. Bu mollarni men 6 oydan beri o'zim boqyapman. 6 oydan beri boqilayotgan videolari hammasi shu yerda tashqarida bizda dala joy bemalol shu yerda boqilayotgan videolari hammasi bor. Xudo xolisa molni sog'liklariga, hamma narsasiga garantiya. Xudo xolisa bizni muammo yo'q moldan, xudo xolisa. Yana bir endi biz jab bunaqali kanallarga chiqib nima qilib yurmaganmiz. Bozorga chiqqan vaqtimiz yo'q, ishimiz ko'p. Shu munosabat bilan shu yangi kanalingizga bitta aksiya bo'lsin, yangi yil aksiyasi bo'lsin deb xudo xolisa. Gap yo'q aka. Narxlarni chiqaryapmiz. Mollarni ko'rsatib, ishqibozlarga xudo xolisa tanish bilishlarga podressiya qilib qo'yishaveradi, xudo xolisa. Mollar narxi inshaalloh yangi yilga aksiya bo'ladi aka. Xudo xolisa, yangi yil aksiyasi bo'ladi. Yangi yilga Qorbobo sovg'asi, xudo xolisa. Gap yo'q, gap yo'q. Oxirida mol olaman degan aka-ukalarimizga. Albatta. Bu mollarni olgan odam faqat baraka topadi. Baraka inshaalloh. Umuman moldami, qo'ydami, hayvonda baraka bor. Uyingizga bitta tuyoq kirdimi, maza qilasiz, olasiz. Buni yemini berganda bir maza qilasiz, boqasiz. Xullas, umuman zarar qiladigan narsa emas bular. Bu jonivorlar sifatini qaranglar, obunachilar inshaalloh. Mollar sog'lom o'ynab turibdi. Mollar sog'lom o'ynab, yeb itish hammasiga. Aka, bular ham o'sha bir hafta kafolati bor inshaalloh. Bir hafta kafolati bor. 7-siga borganda xohlasa kelib mana shu yerda somonmi, poxolmi, g'o'zab aytsangiz ham edi. Moldan mali 7-sidan muammosi yo'q. Yemagan, ichmagan mol bunaqa qilib o'ynab bunaqa turmaydi. Mollar ko'rsataverasiz Oybekjon. Bo'ldi, aka, bo'lmasa ashini bir yechingda. Obunachilar, mana molimizga e'tibor bering. Oldilari ham zo'r ekan. O'ngirlarni ko'rsating, yaxshi mol, o'ngirlarni. Oyoqlar, tuyoqlar, hamma tomonlama. Mol biroz surkiyapti, o'shaning uchun. Odam ko'rmagan bu. Degan odam ko'rmagan. Shuning uchun. Orqa boshlari ham hamma tomonlama inshaalloh zo'r ekan. Aka, buni bo'yini nechi dedik? Aka, molni bo'yi 1.13, 1.10 ga olishaveradi. 1.10 ga olishaveradi. Bemalol bizga dehqonchilik aka. 1-2 santiga tortishmaymiz, bemalol molni kelib, ko'rib, bo'yini o'lchab, yo'masa onlayn savdo qilishadigan bo'lsa, alohida yana bir o'lchab ko'rsatib. Kammi video davomidagi kammi ko'rsak, bitta xato kamchilik bo'ladigan bo'lsa, telefon qilishadi, inshaalloh to'ldirib berilaveradi aka. Muammo yo'q. Muammosi yo'q. Buni narxini nech pul deymiz aka? Aka, buni narxini biz ham bozorda ko'rib yurgan yerimiz yo'q. 1-2 kundan beri shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatdik, ko'rdik. Xudo xolisa buni sir qilaman yoki so'qimga yemlayman. U odam olgan odamning o'zini ixtiyori. Ixtiyor, albatta. O'zi biladi. Hozir buni xudo xolisa ayiq polvon variant. Molni ko'rsataveray. Molda kamchilik yo'q.
14 million desang nima deydi? Yangi kanal ekan. 14 million yaxshi aka. Molda hamma joyda ham sifat rol o'ynaydi-da aka. 14 million yaxshi, lekin inshaalloh mana bu qo'lni bering. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar nomidan endi ozgina so'rab qo'ymasak bo'lmaydi aka. So'rang Oybek. So'rang. Shuning uchun aka bir o'zingiz chiroyli qilib 100 ming, 200 ming emas, bir 300 ming o'tib berasiz inshaalloh. 300 ming emas. Siz obunachilaringiz uchun bitta dangal bo'lsin, yangi kanal ekan. 13,5 million pul berishadi. 13,5 million. 13,5 million pul berishadi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bu. Xayr sunnatiga savdo qilib olishaveradi, xolos. Telefon qilsa ishlarini bitiramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Barakasi. Obunachilar tavsiya qilamiz inshaalloh mol yaxshi. Dehqon akamizdan chiqardik. Va biz savdogar bilan aka-ukalar dehqonda ozgina farq bo'ladi. Shuning uchun bu aytilgan narx muhim emas hech qayerda. Biz shunchaki o'zimiz ham bozorda shu 100% darajada tushunmaymiz. Molni sifatiga qarab baho berib nima qilyapmiz? Molni tushunadigan aka-ukalarimiz yoki savdogarlar bilan kelib ham savdo qilib olishaveradi. Aka bemalol xudo xolasa. Bemalol savdogarlarni olib kelishadimi, doktorlarni olib kelishadimi, sog'ligini, boshqasini tekshirgani behijolat u taraf bilan umuman kamchilik bo'lishi mumkin emas Oybek. Joningiz sog' bo'lsin. Aka bo'lmasa ikkinchi molimiz inshaalloh. Ikkinchi Ola. Ola barodasidan. Ola barodasidan. Sir qilaman deganiga oldi orqasidan qizig'i yo'q. To'rali tarafidan kelishaveradi mana. Oldimi, orqasimi, yonimi mana. Taglarini ham ko'rsatib qo'yasiz mana. Bu ham oq yilin ekan. Oq yili. Nasib qilsa inshaalloh oldi-oyoqlar baquvvat ekan. Molda asosan ko'pchilik e'tibor bermaydi, orqasiga e'tibor beradi. Lekin asosiy narsa misol men o'zimning fikrim molda oldi yaxshi bo'lish kerak deyman. Molda oldi mana kallalarni ham ko'rib bemalol molda holisi zo'r. Molda kamchilik yo'q. Buni endi ham ming maqtaganingiz bilan oladigan odamga narx tushsa, telefon qilib nima qilishadi. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Aka bu narxini nech pul deymiz bo'lmasa? Aka buni narxini 13,5 qilamiz. 13,5 Bo'ladimi aka? Buni ham bo'ylari 1.10. 1.10. 1.10 bemalol. Voy 1 sant, 2 sant aka siz bilan bizniki dehqonchilik. Dehqonchilik, uni tortishadigan yeri yo'q. Albatta, Bu material 1.8 deysiz aka, obunachilar nechi desa shu-da endi. Albatta, obunachilar nechi desa shu. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, lekin ko'rishib turishibdi, molda xolasa endi biz oldimizda kichkina bo'layotgan bo'lsa, biz bo'yimiz ham kichkina emas, shuning uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Mol yaxshi xudo Mol xolasa. yaxshi. Albatta. Aka buni endi 13,5 demang. Inshaalloh. Biz ham shu obunachilar orqasidan like olib, otangga rahmat degan gap so'z eshitib xohlaymiz inshaalloh. Inshaalloh mana bunday qilayotgan mehnatlarimizga chiroyli qilib like rozichilik bilan boshlasin. Xursand bo'lib albatta. Bundan ozroq o'tib bering aka. Ozroq emas, dadil o'ting, xursand o'ting. Olgan odam maza qilsin aka. 200 ming o'tib beraman, bo'ladimi Oybek? Yo'q, Muhiddin aka. Nimaga bo'ladi, bo'lmaydi aytaymi? Narigindan 500 o'tib, bundan 200 ming o'tsangiz bo'lmaydi. Bor siz bo'lsa, siz obunachilaringiz bo'lsin, bundan ham 500 ming, mana unga 13 million pul berishadi, savdosini qilib olishaveradi yani. Joningiz sog' bo'lsin. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Kelishib qolinsa, Toshkent, O'zbekiston 12 viloyatiga ham ketaveradi inshaalloh. Qolgani kelishilgan narxda inshaalloh. Kelishilgan narxda hammasini bitta olaman, bitta ukamni moliyaga men o'zim oxiriga yetkazib sir qilaman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa aytilgan narxlardan yengil qilib, xudo xolasa o'zim xonadonlariga olib borib baylab beraman. Xudo xolasa inshaalloh. Gapi Alloh rozi bo'lsin. Dastavkasini qilib, o'zim olib borib tepasida yedirib, ichirib bemalol buni boqilayotgan rastiyollarini ham aytib, xudo xolasa xursand qilamiz aka. Albatta, xursand bo'ladi. Molni olgan kuningizdan plyusda. To'ppa-to'g'ri. Mana shu gapga 100% qo'yish kerak. Plyusda. Mashina oldingiz o'sha kundan minusda. Albatta. Buni oldingiz xudo xolasa plyusda. Albatta. Xudo xolasa foyda qiladi inshaalloh. Albatta. Bizga bu dehqonchilik. Aka mana shvet boqaman, oq quloq, oq tumshuq, yishichlari mana oldi, orqa tuyoqlari bemalol stakan tuyoq molni bemalol ko'rib olishaveradi. Molni bu ham yuvosh. To'rala tarafidan kelsangiz ham oldimi, orqasimi, yonimi qizig'i yo'q. Yuvosh variantidan aka, o'ynab turgan mol. Quloqlarga bir e'tibor bering aka, mana shu molni bir quloqlarini ko'rsatib qo'ying aka. Mol shunday mol ko'rganda o'ziga jalb qiladigan sifati bor ekan. Ko'z tegmasin, mashalloh, havas qildik. Inshaalloh. Har bir obunachilaringizga kamida shunaqa 3 tadan 4 tadan chiroyli mol qo'ylar bo'lsin inshaalloh. Xudo xolasa, gap yo'q. Aka buni eng qizig'i narxda-da, narxi. Xudo narxi ham chiroyli, o'z molda o'ziga o'xshagan narxi ham xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Zo'r bo'ladi, gap yo'q. Qo'ymaydi xudo xolasa. Aka bitta gapda, tag'in bu shvet ekan, oq tumshuq ekan, toza qonli shvet ile 18-20 million yo'q narxda aytmang aka. Biz obunachilar ko'rgandan keyin olsin, telefon qilsin, boqib maza qilsin. Sizga ham, bizga ham otangga rahmat. Molingdan baraka topdim uka.
deb xursand bo'lishadigan narx aytasizmi, aytmaysizmi? Aytamiz, xudo xolasa buni shu siyir qilib, buni so'qimga emas, tavsiya qilamiz, siyir qilishga tavsiya qilamiz. 100% qo'shilish kerak shu bitta gapga. yaxshi, bitta angusmi, bitta semitanmi, xudo xolasa buni nima qilishadigan bo'lsa, yosh oyliklari ham unaqa katta emas bu mollarni. Bu mol xudo xolasa biz olganimizdan bir hozir yoshiga to'ldi, xudo xolasa mol. Yaxshi, xudo xolasa unaqa 18-20 qilib ko'chitmaymiz, xudo xolasa. Bizga ham qulayroq kelgan mol. 6 oydan burun boqayapmiz, yaxshi, xudo xolasa. Aka buni 17 emas, 16 million so'm qo'yib beraman. 16 million so'm. Ha, buni bo'ylari aka 1.15 plyusga olishaveradi. 1.20 chiqdi, mana 5 sant kamroq aytaylik, ertaga unaqa ekan, bunaqa ekan, u ekan, bu ekan. Albatta. Hali vaji kasal gaplar kerak emas, 1.15 plyusga olishaveradi. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, buni qanchada 16 million deyapsizmi? 16 million deyotgan bo'lsangiz, aka, siz ham savdogar bo'lib qolyapsiz. Siz dehqonsiz. Hadingda, olgansiz, boqdingiz, to'g'ri, foydag'ini, barakani qiling, ozroq o'tib berasiz aka, bundan ham. Bundan 200 ming emas, 300 ming o'tib beraman. 300 ming o'tasiz. Vodiy bo'ylab dastavka mutloq bepul. Toshkentga kelishiladi. Vodiydan boshqa joyga kelishilaveradi inshaalloh. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasini gaplashib kelishilaveradi. Xudo xolasa muammo yo'q. Hozir endi vodiyga dastavka ekan, qolgan yerga nima emas. Qolgan yerdan misol Samarqandmi, Qashqadaryomi, qayerdan bo'ladigan bo'lsa, molni ishqiboz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa dastavkalarni qilib beramiz aka, xudo xolasa. Kelishilgan holatda vodiydan boshqa joylarga xudo xolasa kelishamiz. Xudo xolasa, albatta. Endi vodiydan boshqa joyga odam ajratish emas. Prosta obunachilar gazda ozgina muammo bo'lib qolyapti. Vodiyga endi o'zimiz shu yerdan aka-ukalar ham aqabaqa o'tganda dastavka muammosiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ozgina kelishilgan haqda 100 ming so'm, 150 ming so'm plus minus aqabaqa sotiladi. Maqsad sotish. Akamizda ham bir xayrli ish boshladilar. Boshlagan ishlarini Alloh taolo xayrli qilsin. Har bandani omadini bersin, chorvalarimizga baraka bersin. 15 million 700 ming so'm. Narx aytilyaptimi shunda? 15 million 700 ming so'm. Yana kami bor, savdosini qilib. Kami bor, savdosi bor, bitta qo'lda bering 15 million 500 ming so'm. Hammasidan 500 ming o'tasiz. Inshaalloh kamiga jicha xayr sunnat barakasini qilib berasiz aka. Bo'lsin siz obunachilaringizga bo'lsa, mana mol 15,5 millionga. Xayr sunnatning savdosini qilib olishaveradi, xudo xolasa. Obunachilar telefon qilgani shoshilamiz. Qalovini topsang qor ham yonadi. Akamiz toza 100% dehqonlar. Inshaalloh birimni 2 qilaman deb mana bunday molni olib boshlagan ekanlar. Endi bundan-da bir xayrli ish boshlanib qolibdi. Shuning uchun sotyaptilar. 7 ishda sinov kafolatiga hamma bir hafta bersa akamiz 10 kun beraveradilar. Sababiki dehqonchilik. Undan muammo yo'q. Bu tarafdan umuman muammo yo'q. Buni misol har xil kasalliklariga, boshqalariga emlashlari qilingan. Aka, xudo xolasa mol sog'lom, yeb ichib turgan. Mana holatni ham o'zingiz ko'rib turibsiz. Molni bemalol uyaltirmaydi mol aka. Joningiz sog' bo'lsin. Xonadoningizga borganda ham moling bormi desa, molim bor deydi, xudo xolasa. O ana sifat babir rol o'ynaydi-da. Sifat. Qora olasiga ishqiboz bo'lasizmi? Albatta. Bunaqa shvetiga ishqiboz bo'lasizmi? Xudo xolasa mol, xudo xolasa uyaltirmaydi. Agar imkoniyati bor aka-uka, hojonalarimiz bo'ladigan bo'lsa, uchalasini men mashina baylayman deyishadigan bo'lsa, xudo xolasa Oybekjon aytilgan narxda ham kara-kara qilib, xudo xolasa xursand qilib, chiroyli qilib narxini tushib, xonadonlariga aytayapman, uchalasini oladigan odam bo'lsa, xudo xolasa xonadonlariga o'zim olib borib baylab berib kelaman inshaalloh. Duolarini olib, xudo xolasa siyir qilganda bir kasa qatiqiga chaqiraman uka deydigan qilib, xudo xolasa. Muammo yo'q u tarafdan Oybekjon. Bo'ldi. Obunachilar bo'lsa tavsiya qilamiz, olinglar, boqinglar, mazza qilinglar. Biz uchun videoga like bosib, otanga rahmat deb yozib ketishni unutmanglar. Sababiki sizlarni kommentdagi qo'llab-quvvatlaganlaringdan biz motivatsiya olamiz. Chorvador akalarimiz chorvasiga Alloh taolo barakasini bersin. Bo'lmasa biz bugungi videolarimizni shu yerda to'xtatamiz obunachilar.